Nima qilyapsan? Askarlikdagi do'stingni ko'rdingmi? Og'ayni, bu odam juda qarib ketibdi-yu. Onasiga qarama. Bu tullak hammamizni go'rga tiqishi mumkin. Sizlar ham yarashing endi. Bu nimasi, yosh boladek? Marhamat bolalar, xush kelibsizlar. Nonushta qildingizmi? Qarang. Pishiriq ham bor. Issiqdina. Kartoshkali. Xudo xayringizni bersin. Eski kunlar hurmati. Eshan, Hammasini hal qildingizmi? aytganingdek qilamiz. Uni biror joyga joylashtirib, xotirjam qilamiz. U esa bizdan uzoq turadi. Rahmat. Endi ketsak bo'ladimi? Alini chaqiraylik. Eshan kelmaydimi? Dadasiga yaxshi qoling demaydimi? Serdar, siz kelishuvga sodiq qolingki, biz ham sodiq qolaylik. To'g'ri. Shunga loyiqman. Mayli, bularni qo'ya tur. Senga yaxshilikdan boshqa narsa qilmadi-ku, Jengiz. Nima qilay? Minnatdorchilik bildiraymi? Eshanga yaxshi qara. Shunisi yetadi, Jengiz. Bilasan, Eshani o'z qo'llarim bilan senga berganman. Sizdan nima olgan bo'lsak badalini to'ladik, Serdar. Ishingda ajoyib tomoni ham shu. Hech narsa to'lamagansan. Xo'p deya darrov o'rtadan chiqding. Mening yoshligimga o'xshaysan, Jengiz. Aqling zo'r ishlaydi. Nima ham derdim? Xudo oxirimizni o'xshatmasin. Ha. Sizni Eshanning atrofida ko'radigan bo'lsam, Alini arqonini qo'yib yuboraman. Hech bo'lmasa menga bitta qo'l siqish qarsan, Jengiz. Nabiramga bobosidan sovg'a, lekin zinhor Eshanga aytma. O'zi qalay? Eshanga o'xshaydimi? Yo sengami? Bitta cho'pni ham yosh bola sindira oladi, lekin 100 ta, 1000 ta, 100 mingta bo'lganidan keyin sindirib ko'rchi? Yo'q, sindira olmaysan. Bahor bo'la qol ketyapmiz. Janning kostyumi yo'q-ku. Kostyum qayerda? Xonasida. Olib kel iltimos. Nima bo'ldi? So'zingni unutib qo'ydingmi? Yana bosh kiyimimni ustidan kulishadi. Bormayman. Hoy, qani bu yoqqa kelchi. Ular seni kimning o'g'li ekanligingni bilishmaydi shekilli. Kim ustingdan kulsa menga ayt. O'zim gaplashaman. Jengiz, bolaga nima deyapsan? Ketdik. Ulgurdimmi? Arslon Ali amaki. Ana olchi. Zo'rsiz Ali og'a. Oxirgi daqiqada. O'zimni kechira olmasdim. Qani ajoyib tomoshasini bir tomosha qilaylikchi. Ali aka, qarsak chalib turing, xo'pmi? Qarsak chalmaganni koyib qo'yaman. Mototsiklda boraymi? Maktabni qayerdaligini bilmayman-ku. Sen og'a, senga joy ajratmagandik. U yer juda tiqilinch. Ota-onalar degandek faqat yaqinlar, begonalarni kiritishmaydi. Lekin kasetasini ko'rsataman. Ha, Ali. Shu bizning boshimizni balosi Kerim bor-u. U bilan hisob-kitob qilish kerak endi. To'lash niyati yo'q. Sen borib shuni hal qila olasanmi? Iltimos. Birortasini yuboraman. Yo'q, o'zing bor. O'zing bu ishlarni qoyil qilasan. Dada. Ketyapman. Bolani qara. Xuddi tug'ma aktyordek. Xo'sh. Kimga o'xshar ekan-a? Kimga?
Menga? Umer bilan ikkalangiz shu yoshda maktabdan chiqib ustaxonaga kelardingiz. Esingdami? Ikkalangiz qanday edingiz? Sen kovboy bo'larding, Umer esa hindu. Atrofda to's-to'polon ko'tarardingiz. Qachon Janni ko'rsam shuni eslayman. Bittasiga o'xshabdi-yu, lekin senga emas. Mayli, men yaxshisi ishga bora qolay. Sen esa tomoshanga bor. Dada, Ha o'g'lim. sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Qani, uxla. Ali, shu stolga bir qarab qo'y. Uni raqamlari tushib ketibdi. Sezdim. Yana anavi yangi joyimiz bor-ku, Zakariya ko'yda. U yerda ham odam yetarli emas. Xo'p, birortasini yuborman. Ha, Ali. Nima bu, hisobotmi? O'tgan kuni bir nimalarga shama qilganding-ku? Jam bilan bog'liq. Mana ol senga hisobot. Qanaqa hisobot? DNK hisoboti. DNK. Bola kimni bolasi ekanligini bilib olasan. Ol, qara. Boshqa ahmoqona gaplar gapirma. Nima balo, aqldan ozganmisan? Shunchaki jig'ingga tegmoqchi bo'lgandim. Buni qarang-a. Bitta arzimagan gapni deb borib bolangni tez qildirdingmi? Bolani baxtsizligi sendan bo'lmasin. Olingan namunalar tahlili Jengiz Atay Jan Atayni biologik otasi emasligini ko'rsatmoqda. Shamlarni o'chir. Tug'ilgan kuning bilan. Oyi, sovg'alarni ochamizmi? To'xta, avval tortni kesaylik. Elif, qani, rasmga ol, bo'la qol. Kel, yaqinlash. Xo'sh, nima qilamiz? Tayyorgarliklaringni ko'zdan kechiramizmi? Biz ham bo'sh vaqt ajrataylik. Ikkalamiz birga bir necha soat ishlaymiz. Sen baribir qochib qolasan. Qara. Filmni bilib olibdi. Lekin boshidan ogohlantirib qo'yay. Men hali mehmonxona ichida yangiman. Siqilmasdan hammasini birma-bir o'rgatasan. Xo'p. Hech bo'lmasa tez o'rganib olasanmi? O'qituvchini yoqtirsam yomon bo'lmayman. Men o'g'limga bir qarab kelay. Sen ham bir sinab ko'rishing kerak. Bolani o'rni boshqacha. Insonning hayotga qarashi o'zgarsa kerak. Asti qo'yaver. Inson farzandli bo'lgunicha bir ayolning sohibi bo'lish nima ekanligini tushunmas ekan. Qanaqasiga? Sendan farzandli bo'ladi. Bundan ortig'i bo'ladimi? O'sha payt o'zingga
Bu ayol meniki deysan. Hamma narsasi meniki. Endi oxirigacha meniki. Bu tarafdan qaramabman. Nima ham derdim, sherik? Sen men kabi oshiq bo'lmabsan. Bu kechaga yosh boladek tayyorlandim o'zi ham. Nimalarni gaplashyapsizlar? Men endi bora qolay. Voy, nega? Hali erta-ku. Qo'ying. Balki ishi bordir. Jan, yana bir bor tabriklayman. Barvaqt ketyapsiz. Xayolingiz bu yerda qolmaydimi? Qolmaydimi? Sendan bir narsani so'rasam noto'g'ri tushunmaysanmi? Men bilan borasanmi? Yo'q, hozir biroz noqulay bo'ladi. Bu kecha yolg'iz qolmagan bo'lardim. To'g'ri, bugun biroz o'ychan ko'rinyapsiz. Nima bo'ldi? Hech narsa, hayot. Mayli. Yo'q, nimadir bor. Bunday narsalarni unchalik bo'lishmayman. Sen bilan boshqacha, lekin senga ochilishim oson. Aybga buyurman, men keta qolay. Ezel, gapirsangizchi, nima bo'ldi? Kecha bir bolani ko'rganding, oldiga bordim. Yana qochib ketibdi. O'tgan safar ko'chada chalajon holda topishgandi. Voy, Jan bilan tengdosh. Hech kimga keraksiz bo'lish qanday ekanligini yaxshi bilaman. Qo'yaver. Kayfiyatingni buzma. Xayrli tun. Ezel. Opa, men Ezel bilan ketyapman. Xo'p jonim, kech qolma. Opa, men bugun kelmayman. U yerda qolaman. Bu gap qayerdan chiqdi, Bahor? Hali erta emasmi? Bilmasam, lekin ketgim kelyapti. Ketmaganing ma'qul. Opa, o'z qarorlarimni o'zim qabul qila olaman. Bahor, ketma. Qarang, siz uchun nima qildim? Yosh boladek Manzila bilan telefonni yozdim. Sizni yaxshi ko'raman. Hiyla qilyapsiz, ko'rdim. Qanaqa hiyla? Xaltadan ko'p tosh oldingiz. Qachon? Uf, Bu yerda hech narsa yo'q. yolg'onchi. Buni qanday qildingiz? Xayol kuchi bilan. Xayol kuchi bilan? Xayol kuchi bilan yana nimalar qila olasiz? Seni bu yoqqa olib kela oldim. Yo'q. Qarang-a. Ezel. Siz hech ham men o'ylagandek bo'lib chiqmadingiz. Yomonmi? Yomon. Chunki bu ketishda sizni sevib qolishim mumkin. Yomonmi? Juda yomon. Qo'rqyapman. Sizni yarim yo'lda tashlab ketishimdan qo'rqyapman. Sizni xafa qilib qo'yishdan qo'rqyapman. Balki shunga munosibdirman. Yo'q, unday emassiz. Birinchi kuni ham aytganman. Siz juda yaxshi odamsiz. Meni qahramonimsiz. Sizni aslo unutmayman. Seni aslo unutmayman, Umar. Seni sevaman, Esham. Men ham seni sevaman. Hozir Eshamni ostonamda ko'raman deb, bu yurakni o'zing ularga chiqarib berma. Sen Umarsan.
Sen ulardek bo'la olmaysan, bolam. Meni yagona bolamsan. Yo'q. Ezel, Ket bu yerdan, Bahor. nima bo'ldi? Ket bu yerdan dedim, eshitmayapsanmi? Ezel, biror noto'g'ri gap gapirdimmi? Meni eshitmadingmi? Senga ket dedim. Ezel, bir daqiqa, nima bo'lyapti? Bahor, ket deyapman, senga tushunmayapsanmi? Mendan uzoq tur. Tushunmadingmi? Xohlamayman. Ket. Ezel, sizga nima bo'lyapti o'zi? Bahor, mendan uzoq tur. Boshqa aslo bu yerga kelma. Bu o'yin qabristonda boshlandi. Bahor, Qabristonda tugaydi. Bahor, to'xtasang-chi. Bahor, nima bo'ldi? Birortasi nimadir dedimi? Opa! Bahor, eshikni och deyapman senga. Sen bilan shunday o'yinni boshladim-ki, oshna. Yutishim mumkin emas. Chunki o'zimdan misol Umer. Oshiq odam oxirida sevgisiga emas, g'azabiga yengiladi. Shuning uchun bu ishning oxiri qanday tugashini bilaman, og'ayni. Uni qayoqqa olib borsam ham, qanday bo'lmasin, oxiri yana senga qaytib keladi. Bu ishning oxiri qanday tugashini bilmaydi deb o'ylama, Umer. Bilaman. Urinib ko'rmadi deb o'ylama. Rahmat. Ammo o'ldirgan odaming bilan qanday raqobatlasha olarding? Unday bo'lsa ko'rishguncha. Yaxshi bor. Yaxshi qol. Xohlasang o'zim eltib qo'yaman. Mayli. Chunki o'liklar doim yaxshi bo'lib qolishadi. Sen esa har on yomonlik qilishing mumkin. Rahmat. Xayrli tun. Xayrli tun. Eshandan shunday g'azabmanki, unga nisbatan bitmas tuganmas g'azabim bor. Yuqoriga chiqishni xohlaysanmi? Qayoqqa borsam ham, natijada faqat uning qo'llarida g'azabim so'nadi.